Tomonni o'rab olib, erkaklar bilan yuraveradi-yu. Harom bu xotinlarga. O'zi hijobda, WhatsAppda gaplashaveradi erkaklar bilan. O'ldim, kuydim demaydi, o'zi erishib ketdim, bir duo qiling. Siz duoingizga muhtojman. Qani sizda talab bo'lsa, haligi ko'ngilni shunga moyillab gapiradiganlar bor. O'zlari hijobda o'tiradi. Soqoli patayda qilib olib, ayollar bilan gaplashadigan po'stek soqollar ham bor. WhatsAppga kirib oladi. Haromxo'rlar bor. Borovning uylari buziladi. Nega kelinlarning uylari buzildi? O'zlarining boshiga nega gaplar keldi bechoralarni? Shu po'xta yegandan eslari hali kirmadi. Bu haromga tavba qiladi. Odamning uyini buzganlik uchun alohida jazo bor bunga. Mana shu telefon orqali biron uyini buzgan odam harom ishni qilib tavba qilganlar u qutulmaydi. Borib, o'sha odamga borib, birodar, men ahmoq, men iflos, telefonda sizni xotiningiz bilan gaplashib uyingizni buzganman. Men iflosman, bolalarni tirik yetim qilgan, sizga mana shu hayotingizni buzgan iflos men bo'laman. Mendan nima qilsiz o'chiz oling, qiyomatga qolib ketmasin deb turib berasan. Bu uradimi, so'gadimi, bo'pti deydimi, uning ishi. Pog'ondan chiqib sendan rozi bo'lmasang ham turib berasan, sen qutulmaysan tavba bilan. Yaxshi bil. Birovning uyini buzganing uchun. Birovning hayotini buzding. Birovning bolalari ko'chada qoldi sen sabab. Senga o'xshagan ifloslar sabab.